MySchool va UPG tarkiblarini tanishtirib o'taman efir va highlight uchun. Demak, MySchool va UPG da asosiy tarkiblar. MySchool jamoasi ekraningizning chap tomonida birinchi taymdan ko'k libosda harakat qiladi. O'zining an'anaviy birinchi bo'lib Diyor Abdusalimov jamoaning asosiy to'plarlaridan biri, ikkinchi bo'lib Muhammad Yusuf Mahmudxonov va darvozabon, asosiy darvozabon Xo'jamberdiyev, navbatdagi o'yinchi Dilyor Qosimov, navbatdagi o'yinchi esa jamoaning sardori, asosiy o'yinchisi Salohiddin G'anixonov. Endi UPG tarkibiga o'tamiz. UPG tarkibida Abror Akmalov, Tojiboyev, Samidulloh ham tarkibga qaytgan va hujumning asosiy o'yinchisi, sardori, 9-lik o'yinchisi Alixon Anvarxonov ko'rinish bermoqda. UPG o'yinga tayyor. Start berildi, vaqt yetdi bizda. Asosiy to'pni birinchi bo'lib Alixon o'yinga kiritib bermoqda. Abror Akmalov faollik bilan boshladi. MySchoolda potensial ochko uchun bo'lgan intilish juda ham yuqori va chanqoqlik bilan harakatni boshlamoqda. MySchool qaramasdan ajoyib pas yo'lladi. Qosimov to'g'ridan-to'g'ri G'anixonov Abdusalimovga qoldirmoqda va Diyor hisobni yiriklashtiruvchi navbatdagi gol. O'tgan o'yinda 3 ta, bu o'yinda esa hozircha Abdusalimovda bitta gol. 2 o'yinda 4 gol. Tayanib hitlariga, driblinglariga tayanib o'ynamoqda aynan. Shuning uchun ham APG va MySchoolning faolligi to'g'ridan-to'g'ri keskin ko'rinish olayotganligini eslatib o'tish lozim. Albatta, hozirgi vaziyatda yana gol ko'rmoqdamiz. G'anixonov azamatga o'tmadi. G'anixonov qarshisiga o'tish mumkin. Tezkorlik bilan himoyada uchuvchiga qarshi ko'rsatmoqda. MySchoolda pas qoldirilmoqda. Salohiddinga o'zi qanday Tojiboyev qarshisida ko'rdik vaziyat va qoldirmoqda Dilyorga. Dilyorning 3-chi goli bugungi o'yindagi. Qosimovdan hat-trick. Qoldirmoqchi edi Alixonga. G'anixonov tomon uzun pas, Abdusalimov 2 vakil bor. Darvozabon xato bilan hozir chiqishga yo'l qo'ymoqda va aynan katta xato va sachiga yozib qo'yiladi. G'anixonovga to'p qaytmoqda, biz to'pdan farq etmagan ekan. Qoldi. Abdusalimov tomon to'p yo'naltiriladi. Qarshilik Tojiboyevdan yana bir blok. Lekin ikkinchi marotaba o'tkazib yuborishmoqda hozir APG vakillari. Olib chiqmoqda Akmalov. Darvozaning chizig'idan va ajoyib va safe himoyachi hisobidan Abror faol harakat qildi. Sezdi. O'tib ketmoqda yana. Avuz ishlab olinmoqda. Qaytarildi. Qanot ikki qanotda vakil bor. Salohiddin Abdusalimovdan Dilyorga, Dilyordan Poker. Qosimov Poker. Texnika o'tkazdi. Tojiboyev Alixonga qaytardi. Alixonga Anvarxonov o'zi chiroyli. Anvarxonov aktivlashdi. Qosimov ajoyib zaruriy pas bermoqda va Abdusalimov uni golga aylantirib dublga erishmoqda. Being got in substitution places Salohiddin G'anixonov in one place. This player is in steady. Gol bo'lmoqda. Negadir hozir biz zaxirani tanishtirayotgan paytimizda Hamidullayev kuchi bilan gol urmoqda. U bizga O'zbekiston terma jamoasidagi Sergeyevning darhol gol urgan vaziyatini eslatmoqda. O'yinning 39-daqiqasida Tojiboyev biroz qo'shilish tufayli xato yo'l qo'ydi va darhol javob bermoqda. Qosimovdan penta-trick. Faol va o'zi hujum mas'ullariga ishonib o'ynayapti hozir. Pragmatik o'ynashda UPG chalg'itmoqda. Qosimov uzr so'rab qo'ymoqda Abdusalimovdan jamoadoshining golni qaysidir ma'noda olib qo'yganligi uchun. Olib berdi himoyachi. Tojiboyev oyoqlar orasidan yana safe. Nima qilmoqda bugun MySchool darvozaboni? 4 ta aniq zarbani UPG dan qaytarib berdi. Darhol hujum. G'anixonov. Salohiddin. Hatta bu yo'q. APGga navbatdagi savol olib ketish mumkin edi. Ular o'zgacha uslubda nishonlashmoqda. Shunchaki ajoyib uslublarni bizga eslatib yuborishdi MySchoolning harakatlari. Tojiboyev, Alixon o'zi. Salohiddin bor, Tojiboyev ham qarshilik. To'g'ridan-to'g'ri Alixondan pushka yo'llagan edi Anvarxonov. Endi hozir Alixonni tanladi ichkarida. Darvozabon yetkazib berdi. Yaxshi ko'ra oldi hozir sherigini. Hamid Tisali Abdusalimov. Hamidullayev. To'purarlar jadvalida uning imkoniyati yuqori bo'lganligi uchun ham jamoadoshi unga pas berdi. Ketdi, o'tkazdi. G'anixonovga. G'anixonov. Salohiddin o'zining golini urmoqda. Klub maydon tashqarisiga chiqib ketgandan so'ng o'yin yakunlandi. UPGning pragmatik o'yiniga albatta yaxshi pressinglariga yaxshi baho berishimiz, ularning taktik o'yinlariga, Alixonning ayniqsa hujumdagi harakatlari, Tojiboyevning himoyadagi bloklariga
Akmalovning va albatta ikki o'yinchi debyutant va tarkibdagi qaydnomaga yangi qo'shilgan o'yinchilarni e'tirof etish lozim. Mayskulda ham o'yinchilar yaxshi o'ynashdi. Qosimov ham gollar ko'rdingiz va to'plarlar jadvaliga ta'sir qiluvchi o'yinlarga ham guvoh bo'ldik. Eslab beraman. 15-1. 15-1. Bir bo'lmadi, bir bo'ldi. Bo'ldi ha. Eslab beraman endi. Darvozabonning yaxshi sevlarini kuzatdingiz. 5 ta sev, Mayskulda darvozabondan UPG'da rotatsiyalar ko'rdingiz ikkinchi taymda. 15 emas u. Ikkinchi taym boshida faol. Bir pul 2 bor edi.